Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda bizlar Samarqand shahar hududida, ya'ni Samarqand shahar markazida qurilayotgan, ya'ni Gelion hududida qurilayotgan majmuamizning ofisida bizlar hozirda xonadonlarimizni o'zi qay holatda bo'ladi, qay shaklda, planovkasi qanday o'zi, oylik to'lovlari qancha va qurilish qaysi jarayondaligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz hammasini birma-bir. Xo'p, birinchidan fasadimiz xuddi mana shu holatda, xuddi mana shu ko'rinishda, xuddi mana shu dizayn holatda bo'ladi. Bunga e'tibor beriladigan narsa fasadimiz kafeldan bo'ladi. Ya'nida g'isht bo'lsa, devon orqasidan keyin utilitet qilamiz, bazalit, stiklopaket, undan keyin esa kafelni bosamiz. Xo'p, bu yerda 6 ta podyezdlik, 7 ta qavatlik, 250 ta xonadonga 250 ta xonadon mavjud bo'lgan kompleks quriladi. Ushbu kompleksimizda magazin, stomatologiya, apteka, xullas aytganda sizga birinchi nima kerak bo'lsa, oziq-ovqatdanmi, klinikadanmi yoki bir uy joydan ovqatlanish kerak bo'lib qoladimi, kafecha, restoranchalarimiz, ya'nida hammasi bo'ladi shu kompleksning o'zida. Bu yerda polu-podval qismimiz bor. Ya'ni magazin emas, polu-podval qismimizda men sizga aytgan hamma qulayliklar, magazin, klinikalar bo'ladi bemalol. Xo'p, yana bolalar maydonchasi, parkovочный o'rinlar, hammasi yetarli. Parkovkalar, mashinalar bemalol yetadi. Joyimiz keng va katta. Ushbu joyimiz qayerda o'zi joylashgan? Ya'ni turar joy majmuamizning lokatsiyasi qayerda joylashgan? Eski havasi banitsasini oldida. Eski havasi banitsasining oldida. Xo'p, eski havasi banitsa qayerda o'zi? Yanada tinchroq aytganimizda, Motribdan kelasiz, Gelion chorrahasidan chapga burilasiz aeroportga qarab. O'sha borganingizda mana bu profildan keyin o'tganingizdan keyin 10 qo'lda havasi banitsa. O'sha havasi banitsaning oldida ushbu majmuamiz qurilyapti. Shahar markazi, nisbatan tinchroq joy. Bir tarafi Galosiyo ko'rinadi, bir tarafi Siyo bozor, bir tarafi aeroport tomon ko'rinadi, derazasidan ko'rinishi, xullas manzarali bob hamda shundagina kompleksning oldida katta bog' o'tgan. Xo'p, hozirgi jarayonimiz mana bu ikkita podyezdlik blokimiz, ya'ni A blokimiz boshlaganmizdir hozirgi vaqtda. Pol-podval qismini bitirib bo'ldik. Bu pol-podval qismini 20 kunda bitirdik. Ya'ni 20 kunda nima ish qildik biz? Xo'p, katlavanni qozdik, podushkasini quydik, ya'ni armaturasini to'qidik, ustidan betonni soldik. Keyin regel kolonlarini chiqardik va plita bosiladigan regel kolonlarini o'zi bitirdik. 20 kunda ikki podyezdlik blokimizni pol-podval qismi tayyor. Bu pol-podval qismimizning balandligi 4 metr bo'ladi. Bundan bemalol sklad qilasizmi, magazin qilasizmi, klinika qilasizmi, любой narsaga to'g'ri keladi. Majmuamizda qanaqangi planovkaga ega bo'lgan xonadonlar qoldi o'zi? Xo'p, hozirgi vaqtda sotuvga chiqqan blokimiz A blokimiz bilan B blokimiz. Xo'p, A blokimizda hozirda 5-6 qavatda bir xonaliklar va 2 xonaliklar sotildi. Xo'p, pastki qavatda xonadonlar mavjud. 1-2-3 qavatlarda bir xonalik, 2 xonalik, 3 xonalik xonadonlar bor. Chunki sotuvni boshlaganimizga 1 oy bo'ldi bor-yo'g'i. Hali sizga qulay va yoqqan variantlar bor. Xo'p, o'rtadagi blokimizda tepalari sotildi asosan. 5-6, 7 qavatlar deyarli qolmagan. 1-2-3lar ayrimlari bor, 3 xonaliklar qolgan. 3-chi, ya'ni C blokimizni hali sotuvga chiqarganimiz yo'q. Xudo xolasa buni bitirib, keyin bunga sotuvga chiqaramiz. Xo'p, kompleksimizning umumiy zdachasi, ya'ni topshirilishi 2028-yil oxirida hammasi birga topshiriladi bular. Ya'ni jarayoni etap qanday ketadi? Misol uchun mana bu A blokimiz bo'lsa, o'sha 4-qavatga yetgandan keyin B blokni boshlaymiz. Bu 4-qavatga yetgandan keyin C blokni boshlaymiz va shu holatda hammasi birga topshiriladi. Xo'p, eng nozik va sizga qiziq tarafi narxi qancha? Men sizlarga qancha bersam, sizlar menga shu uyni berasizlar. Misol uchun siz bir xonali xonadon olmoqchisiz, har oyi 6.400.000 so'mdan to'lab bir xonali xonadon olsangiz bo'ladi mana shu kompleksimizda. Lekin bitta narsani inobatga oling, shahar markazi, qulay lokatsiya, qulay joy. Bor-yo'g'i har oyi 6.400.000 bir xonali kvartira uchun. Xo'p, endi esa 2 xonali kvartira olmoqchisiz. Har oyi marhamat 8 milliondan sal ziyodroq chiqadi. Hatto 2 xonali xonadon bor. Xo'p, 3 xonali olmoqchisiz. Oilangiz katta, 4 tilla farzandlaringiz bor. 3 xonali xonadon kerak sizga. Danganli aytaman, yoshirib o'tirmayman. 3 xonali xonadonimiz kvadrati kattaligi evaziga o'rtacha 12-13 milliondan tushadi oylik to'lov. Agarda boshlanish to'lovingiz bo'lsa, sizga chegirma qilib beramiz va oylik to'lovingiz nisbatan yanada kamayadi. Ya'ni umumiy summadan boshlanish qilgan summangizni ayirib tashlasak, qolgan summani rassrochka muddatiga bo'lib bersak, oylik to'lovingiz sezilarli darajada kam bo'ladi va har oy nagruska tushmaydi sizga uncha, bemalol to'lab tashlay olasiz. Agar sizga ushbu xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastda raqam qoldiraman. Yanada batafsil ma'lumotga ega bo'lingizlar. Marhamat, agar xonadon olmoqchi bo'lsalaringiz, ofisimizga kelingizlar. Telefon qilib har narsani so'rashdan foydasi yo'q. Eng muhimi kelish.
kelib ko'rish va ishonchni oqlash. Bizning maqsadimiz albatta ishonchni oqlash. Marhamat, kelingizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.